Eshitaman, hurmatli boshlovchi. Telefoningizga begona ayoldan SMS kelsa, xotiningizga nima deysiz? O'ylash uchun vaqt ketdi. Nima masala qaytib uyga kirmayman. Biznes qasbat deganlik nima deb yozganiga bog'liqda bu narsani. Menda javob bor. Men o'zim javob beraman. Hurmatli boshlovchi, javob tayyor. Javobni o'zim beraman. Bunaqangi holatlar menda juda ham ko'p bo'lgan. Men bunaqa paytda absolyut xotinimni aldayman. O'zim jinnilikka olaman. Hech kim emas bu, tanimayman deb turib olaman men. Demak, keyingi savol. Ha, javobni aytmaysizmi? Navbatdagi savol Bobur yana sizga. Xo'sh. Kontaktingizdagi skoriy pomosh kim? O'ylash uchun vaqt ketdi. Bu aniq qiz bola, bu aniq qiz bola. Qiz bola bo'lsa sekretaring emasmi? Yo'q, men uni qobil santexnik deb saqladim. Mana kunga borgan qizing bo'lishi mumkin. Yo'q, men uni javohir santexnik deb saqladim. Yo'q, ana biz bilan tog'ga borgan qiz o'shami? Javob tayyor, javobni Ikrom beradi. Hurmatli boshlovchi, skoriy pomosh bu biz bilan tog'ga borgan Boburning telkasi. Biz uni qachon chaqirardik, jo'ra? Tog'larga chiqsak, shu skoriy pomoshga telefon qilib chaqirardik, keyin pomoshni skoriy qilardik. Boburjon, xotiningizga shu paytgacha necha marotaba xiyonat qilgansiz? To'xtay! Siz nima? Sizga nima? O'matda 100 marta xiyonat qilganman. Nima shaxsiy savol beryapsiz? Zakoti normal savol berilardi-ku. Kimsiz siz o'zi? Ajalingman. Sen uyga borgan, burdalab tashlayman, xotin boz. Mana nima ayt? O'char hammang bir ko'rsan.